Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Sizga murojaat bilan chiqyapman. Meni So'mida nima munosabat? Farg'ona shahrida o'tiraman. O'g'lim Ahmadjonov Abduraziz 23 yoshida vafot etdi. 12 aprel kuni Pingvin ishxonasida o'g'limni urib qo'yishdi 3-4 kishi bo'lib. O'g'lim shu boshidan jarohat olib doktorxonaga tushdi. 10 kun shu bilan ekstrenda 10 kun yotdi. 9-kuni bir kun o'ziga keldi. Keyin doktorlar ham reanimatsiyadan chiqardi palataga. Bir kun ko'zini ochishi bilan ertasi kun yana reanimatsiyaga tushib qoldi. O'g'lim o'qigan edi. 4-sinfdan iqtisodlashgan maktablarda o'qitdim bolamni. Ingliz tili, rus tili, tillarni bilardi. Yaxshi o'qitdi maktablarda ham. Ana o'g'lim Muhammadjonov Abduraziz. Sizga bir prezident, xalqimiz otasi sifatida, bir qizingiz sifatida murojaat qilyapman. Ota, iltimos menga yordam bering. Bolamni urganlar jazosini olsin. Bir kishini qamadi xolos. Ular 3-4 kishi bo'lgan. Gruppovoy urushgan bo'lardi. Baqa tortishib. Archalar to'siyapti, nima qildi dedi. Bir kun o'ziga kelgan paytda ham bolam shu palataga bir kun olib chiqilganda ham 4 kishi, ular bunaqa 4 kishi, 5 kishi deb qo'lini ko'rsatavergan edi. Rahmatli. Ko'chani bezorilari 3-4tasi o'shanaqa qilib bolamni urishdi. Bolam o'qigan edi. Turizmda nimasida ishlardi. Ingliz tilidan dars berardi. Shanba bozor kunlari o'sha bir xil payt shu Pingvinga ham borib jicha ishlab turardi. Ona ishda nimasi yo'q u. Pul topishdi, aybi yo'q, harakat